holat. Ichkari uy boshmi? Nima? Kim o'tiribdi? O'qituvchilar chiqar tashqariga hammasini. Qadaringlar. O'zim o'qitgandim seni. Esingdami? Bir olarding, bir. Mani rahmim kelib senga 2 qo'yardim. Bugun endi odam bo'lib meni o'rnimdan turg'izib yuboryapsanmi endi? O'rnimga o'tiryapsanmi? Bo'pti, mayli, o'g'ling ham menda o'qiydi-ku. Yetar bo'ldi endi. Nimaga bo'ldi endi? Nimaga bo'lardi? Ko'p yevarsak qorning og'rib qoladi. Nimaga qornim og'riydi? Nimaga bo'lardi? Og'riydi vassalom. Vassalom degani nima? Vassalom deganim vassalom bo'ldi, jonimga tegma. Bo'lmasa nimaga tegay? Bu qanaqa bola bu o'zi? Call an ambulance! Call an ambulance! But not for me! Aka bilasizmi, chiroyli bolani farosat bo'lmaydi. To'g'ri, befarosat bizda. Мама просто я такой плохой бой. Если плохо тебе, просто пой. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugungi ko'rsatuvimizni bir juda ham qiziqarli fakt bilan boshlamoqchiman. Agar siz telefon o'ynab o'tirgan paytingiz 1 soniya ichida o'zingizni yo uxlayotganday, yo dars qilayotganday qilib ko'rsatib bilsangiz, tabriklaymiz. Siz aldash bo'yicha professional darajaga yetibsiz. Kutganmi deylar? Bilaman kutgansizlar. Instagramda Meneriylarga chiqqan qizlarni istoriyalari. Bog' ko'tar. Yana senga tushdi-yu ko'zim, yana dardim tug'ildi yangi. Bir paytlar eding Nima xohlayotganini bilmaydigan do'sting. Bolalar qorin ochdi, ovqatlanmaymizmi? Haqiqatdan qorin ochdi, bola yurlarni ovqat yeydi. Osh yeylik, osh. O'zi kecha osh yedi. Undan o'tgan kuni ham osh yedi. Mana bu tomirdan qon emas, guruch oqyapti, guruch. Hop, bo'pti, endi hachabi gamburgermi, xot-dokmi yeylik? Fast food qoringa zarar, oshqozonni o'ldiradi. Normalliroq ovqat yeylik. Timur, bo'pti, hachabi shirinlikmi, desertmi yeylik? Sen birato'la ishtahani o'ldirib, tomoni bo'g'ib tashlamoqchimisan? Normalli variant etlaring. Hop, yeylik nima durum? Bo'pti, bo'lsam bolalar sushiga haydadim. Abror, mana shuncha go'sht bilan shuncha guruchi bo'ladi. Erkaklar yeydigan ovqat yeylik bundoq. Tish. Erkak tish mashinadan. Og'ay, tish, och o'tir, tish. Tish, mashinadan. Hayda sushiga keldik. Zato puldan ekonom qildim. Я не быстро, не подъедешь близко. Останови, если хочешь убедиться. Do'stingni uyga uxlashga kelganingda. Nima gap? Siznimi? Salom. O'zingda nima gap? Ha, tinch keldim o'rtoq. Nima qilamiz endi? Hop. Buni tutdim. Yo'qlik. Pachali. Terespa. Maybe I don't understand this. You're changing, I can't stand it. Yaxshi dam brat. Rahmat o'rtoq, sana ham yaxshi dam ol. Maybe I don't understand.
Hurmatli yigitlar, agarda do'stingizni bunday xorlaydigan bo'lsangiz, undan ko'ra mehmonga chaqirmang. Biz qo'limizdan kelgan namoyishni qildik. Lekin do'stsizni ahvoli ancha og'ir. Meni boshqa ilojim qolmadi. Oxirgi yo'ldan foydalanishga majburman. Yotgan 3 ta harf. O'zing 3 ta harf, tushundingmi? Sana. Yo'q, bu yerdan. To'ylar Amerikada. Kechadan oldin kuni Kaliforniyada Jonatan uylandi-yu, to'yga 20 kishi keldi, ishonmasam. Yo'q, 20 kishi kelibdimi? Ha, 20 kishi. Vashye malades. Shuncha ham odam yetadimi to'yiga? O'zimizda. Kecha Versalda Rahimni to'y bo'ldi-yu, 400 kishi yetibdi. Ko'rdmi u? Kambag'almi nima bola? Puli yo'qmi? 400 kishi ham yetadimi? Ha, u to'yga oyman borgan, stoli bo'mbo'sh, ovqat yo'qmish. Yana uni ustiga bizani chaqirmagan. Men xalqqa bir murojaatim bor-da. Ijtimoiy tarmoqlarda, deputatlarda har xil gaplar bilan, kerak bo'lsa negativ so'zlar bilan haqoratlar kerak emas. Deputatlar xalq bilan ishi bo'lmayapti-yu. Sizlarda ham deputatlar bilan ishinglar bo'lmasin, bo'ptimi?